uyda bor narsalardan bittada o'xshab chiqadigan birinchi retsepti bilan keldim. Barcha sirlari bilan o'rgataman. Qani ketdik. Idishga 3 ta tuxumni chaqab olamiz. 1 choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq shakar va chayna sodani уксус bilan eltib, yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan ilitib olgan sutimizni qo'shamiz va 1 piyola qaynoq suv ham qo'shib olamiz. Yaxshilab venchikda aralashtirib, 2 piyola un solib aralashtiramiz. 1 stakan yog' solishni ham unutmaymiz. Massamiz shunaqangi o'rta quyuqlikda bo'ladi. Tovamizni yaxshilab qizdirib, bitta yog' surkab olamiz va bilinchigimizni quyamiz. Ko'rib turganlaringdek, teshichalari juda ham ko'p bo'lib, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Bilinchigimiz pishguncha demoxotimiz reshotkalarini ekotab achistitillari bilan yaxshilab yuvib olamiz. Gazda shaqqillab qaynab turgan suvlarimizni yaxshilab quyib olib, 20 minutga bitib qo'yamiz. Qaranglar, shunaqangi ham ko'pirdi va tezda cho'tkalab yuvib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hech qanday kuch sarflamasdan oppoqqina qilib oldim. Yoqqan bo'lsa menga obuna bo'lib, videoni qisqartirib qo'yishni unutmang.